ishoninglar, muhokama qilgan narsalar albatta hayotingizga kelar ekan. 100%. 100%. 100%dagi oshiqroq foiz bo'lsa, o'shani ham aytardim. Chunki boshimdan o'tdi, nimani gapirgan bo'lsam, men hech qachon degan narsalarim bo'ldi meni hayotimda. O'shuncha hozir birov haqida nimadir bo'lsa, muhokama qilmaymiz deyman va boshqalarga muhokama qilma, boshingga kelib qoladi deyman. Psixologiyada qanaqa ishlaydi bu narsa? Nima uchun muhokama qilgan narsamiz biz hayotimizga keladi? Chunki siz masalan boshqa odamni qabul qila olmayapsiz-da, mana shu narsasini unga oson ko'ryapsiz. Muhokama qildingizmi, albatta shu narsani yashab o'tasiz. Chunki uni his qilishingiz kerak va anglashingiz kerak. Mana shu narsa bekorga unda ham bo'lmaganligi, u ham shunga javob topa olmaganligi uchun yashab o'tganligini. Shuning uchun bu narsa, ya'ni borliq qonunlarida bor, ya'ni balans qonuni orqali obratga olasizda. Nima bersangiz, shuni obratkasi bo'ladi. Masalan, kimdir haqida yomon fikr bildirdingizmi, bo'ldi. Albatta siz haqingizda ham kimdir yomon fikr beradi. Ya'ni bu obratka. Shuning uchun ham hech kim muhokama qilmaslik kerak. Agar u hayoti go'zal bo'lishini xohlasa, muhokamadan chiqib faqat благодарностьga, ya'ni tashakkurlikka o'tib ketish kerak. Qancha tashakkurlik ko'p bo'lsa, shuncha hayoti yaxshiliklar bilan, sevgi bilan to'laveradi.